Assalomu alaykum. Biz kuzatib boradigan hurmatli guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari akalar. Xo'p, 2025-yil 23-may holatiga ko'ra Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga xo'p, mini traktorlar uchun jatkalarimiz hamda space jatkalarimizni yetib kelgan. Video davomida shularni zo'rini qilib, narxi, ma'lumotini berib tanishtirib o'tib ketamiz akalar. Hozir ortadan like tugmachasini bosib, kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga hozir aytiradigan narxlardan albatta chegirmalarni qilib beramiz. Xo'p, bizda o'rim sezoni uchun mo'ljallangan 1.60 lik mini traktorlarimizga ustunovka bo'ladigan jatkalarimizni yetib kelgan. Xo'p, ko'pchilik akalarimiz so'raydi, ukam bu jatkalaring qo'l quruq o'radimi, qalin yoki-da past bo'lgan narsalarni ham o'radimi degan akalarimiz uchun o'tlang past bo'ladigan bo'lsa ham, qalin bo'ladigan bo'lsa ham yoki-da baland bo'ladigan bo'lsa ham bemalol o'rib yonboshga o'tkazib ketish uchun mo'ljallangan. Birinchi o'rinda akalar sepini qatoriga o'tamiz. Ko'p jatkalarimizni sepini qatori yo 2 qator yo 3 qator, juda borsa 3 qator sepi bilan jihozlangan bo'ladi. Bular sepi 4 qatorli sep, ko'rishlaringiz mumkin. Tepasida ham splashni sep qo'yilgan. Bu sepni xohlasanglar olib tashlab ishlatsalangan bo'laveradi. Jatkamiz mayda o't, baland, qalin hammasini o'radi. Videolarni ham kanalımizga joylaymiz, o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Parraklari 2 parrakli ko'rishlaringiz mumkin. Yo'g'on qalin parraklar bilan jihozlangan 1.60 lik. Xo'p, yonboshdagi pichog'i 1.20 lik bo'ladi. Pichoqlari 2 xil variantga bo'linadi. Almazli pichoq, prostoy pichoq. Almazli pichoqda original qalinroq bo'ladi hamda uncha-munchaga ochilib ketmaydi. Tepa sepini harakatlantiradigan o'zi reduktori bor. Bu jatkamizni oladigan bo'lsalar akalar, mini traktorlariga, masalan 304, 404, 504 mini traktorlariga birga bir ustunovka bo'ladi. O'zini ko'tarib tushiradigan inshoq qismlarigacha, shlanka, vom qismlarigacha komplekt beramiz. Mana orqa reduktor orqali ishlaydi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turgan 1.60 lik jatkalarning narxi $1400. Dastavkalar bor akalar. Pastda nomerlarni qoldirib ketaman. Pastdagi nomerga telefon qiladigan bo'lsangiz, to'liqroq ma'lumotini berib tanishtiramiz. Dastavkalar butun O'zbekiston bo'ylab bor. Like bosib, kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga albatta chegirmalarni qilib beramiz. Aytganimdek, xohlagan o'tlayni o'rib beradi. Pastdagi pichoq 1.60 lik. Endi akalar biz space jatkamizga o'tadigan bo'lsak, bu space jatkamizni ishlatgan akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Faqat o'rim uchun mo'ljallangan bo'ladi akalar. Ixchamroq varianti ekinlarning tagiga, daraxtlarning tagiga bemalol kirib, sizlarga beda yoki qanaqa ekin ekkan bo'lsangiz, o'rib yonboshga o'tkazib ketadi. Jatkasini yana 1.20 lik, mayda o'tda ham, baland o'tda ham o'radi akalar. Parraklari 2 parrakli, ma'lumotlarni bemalol o'qib olaverasizlar. Mana 2025-yilda mahsuloti. Yonboshdagi pichog'i vertikalni 1.10 lik bo'ladi, pasti 1.20 lik pichoq bilan jihozlangan. Balonlari shu ekinda orasiga tayyor holatda mana shiroki katta miyaqki balon bo'ladi. Benzinli variantda 9 ot kuchli benzinli motorlar bilan jihozlangan, o'ziga ham yozib qo'ygan. Soatiga 1 litrgacha ham benzin rasxod qilib beradi. O'ng tomonda bossalang o'ng tomonga, chap tomonda bossalang chap tomonga burilish xususiyatiga ega. Xo'p, bittasi buni richagi jatkani qo'shadigan, bittasi shu motabloyni qo'shadigan skorsti bo'ladi. Oldiga ikkita, orqaga bitta skorsti o'zida qo'yilgan tayyor holatda, mana ustunovkalarni seplarni ilib qo'ymaganmiz, kep xarid qiladigan bo'lsa, ilib tayyor ustunovkalarni qilib beramiz. Xo'p, rema orqali ishlaydi aytganimda, o'zdiqlari maslinni. Xo'p, bu o'zdiqiga yog' quyib ishlatadigan bo'lsangiz, sizlarga juda ham uzoq xizmat qilib beradi. Shuni tortib urg'izasizlar akalar. Aytganimdek benzinli variantda beda, qo'l, quruq va ham xohlagan narsani o'rib yonboshga o'tkazib ketadi. Sinovdan o'tgan mahsulot narxi $1350. Like, komment bosib keladigan bo'lsalar, chiroq narxlarda chiqarib beramiz. Dastavkalari bor. Akalar jatkasi 2 xil variantga bo'linadi. Original jatka, prostoy jatkaga bo'linadi akalar. Olishda adashib qolmaysizlar. Buni tepa tomoniga ham bemalol mana bunaqa seplarni ilib turib ishlatsanglar bo'laveradi. O'zi tayyor tegalar tashab ketilgan, sifatlari juda ham zo'r. Telefon qilib bog'lanadigan bo'lsangiz, to'liqroq ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Pastda nomerlar bo'ladi, telefon qilib bog'lanaverasizlar akalar.